Xush kelibsizlar. Yaxshi keldinglarmi? Mana, choyga qarang. Rahmat. Endi to'g'risini aytsam, qo'shnijon, Dilnozaxon. Biz siz uyingizga choy ichgani chiqqanimiz yo'q. Unda nega chiqdinglar? Bir oy burun esingizda bo'lsa, shu jiyanimni uzatyapmiz degandim. Ha, esimda. Nima uzatmadinglarmi? Menda nima ayb? Uzatishga uzatdik. Unda yangi kelin bu yerda nima qilib o'tiribdi? Hamma gap shunda-da. Bizga zo'r maslahatchi kerak. Qanday maslahatchi? Zo'r maslahatchi. Masalan, sizga o'xshagan munosabatlar chempioni. Menga o'xshagan? Ha. Chempion? Yanglishibsiz. Men chempion emasman. Meni xo'jayinim sportchilar. Bu faxriy yorliqlar xo'jayinimniki. Meni xo'jayinim sportchilar. Men chempion ham emasman. Voy, amma, chempion degandingiz-u. Hozir tushuntiraman, to'xta. Mana Dilnozaxon, siz 8 yildan beri turmush o'rtog'ingiz bilan yashaysiz, to'g'rimi? 8 yil u, 3 oy, 12 Voy, kun. xullas-de, shu vaqt ichida biror marta eringiz bilan janjallashganingizni biz qo'shnilar eshitmaganmiz. To'g'ri, eshitilmaydi. Axir 8 yil urush janjalsiz yashash, bu chempionlik bo'lmasdan nima? Hozir 8 kundan keyin janjal boshlanyapti-ku. Unaqa demaysizmi? Endi tushundim. Jiyanim, juda 8 kun emas-ku. Mana salkam bir oy deganda negadir eri bilan aytishni boshlayapti. Shunga men sizni oldingizga olib keldim. Bilganlaringizni o'rgatasiz. Bizga yordam berasiz. Endi juda ham pasand emasman-ku. Lekin qo'lim shirin, nimalarni o'rgating? Mengachi? Ey! Bizga ovqat-poqatlaringiz kerak emas. Er deganni garx deganda qo'liga qo'ndirib olishni o'rgatasiz. Tushundingizmi? Voy, o'zim bunaqani bilmayman-ku. Ana, bilmayman deyaptilar. Ey, biladi. Biladi. Pismiqda bu. Agar erini burnidan ip o'tkazib olmaganida 8 yilda hech bo'lmasa bir marta janjal chiqardi uyidan. Axir yon qo'shnisiman-ku, hammasini eshitgan bo'lardim. To'g'ri. Xullas Dilnozaxon, nima qildik? Bizga yordam berasiz, qo'shnijon? Xo'p. Avvalo, yangi oila qurganingiz bilan tabriklayman. Ammo sizni emas. Chunki kuyov bolani tanimayman. Shuning uchun ham sizni tabriklay olmayman. Lekin kuyovni ham tabriklay olmayman. Chunki sizni Dilnozaxon, darsga o'ta qolaylik, darsga. Kech qolmasin, ovqat qilish paytiga yetib borish kerak. Unda darsga o'tsak. Erkaklar bilan yashash juda qiyin. To'ppa-to'g'ri. Lekin ularsiz yashashning umuman ilojisi yo'q. Nega? Chunki xohlagan kiyimingizni olib berib, xohlagan taomingizni muhayyo qiladigan dadangizni xonadondan ketib bo'lgansiz. Dadangizning o'rinlarida endi turmush o'rtog'ingiz. To'g'ri. Lekin bu osonlikcha bajarilmaydi. Masalan, xo'jayiningiz biron bir ko'ylak olib beraman deb va'da bersalar, Ha, to'g'ri. Va'da berdilar. erkak kishi aytadi-yu, qaytmaydi degan so'zni eshitganmisiz? Eshitganman. Bu juda to'g'ri gap emas. Ammo erkak aytadi, keyin ayol eslatadi, ayol eslatadi. Oxiri ayolning eslatish joniga tegib ketib, keyin gapidan qaytmay olib beradi. Buni yozib qo'yish kerak. Albatta yozamiz. Erkaklar bilan bog'liq yana bir muammo. Xo'sh. Ularning hamisha qorni och.
To'ppa to'g'ri. Bilasizmi? Ertalab qorinlarini yorilgudek qilib to'yg'izib borsam ham, kechqurun hech qachon ovqat yemagan odamga o'xshab kirib keladi. Erkaklarning yuragiga yo'l oshqozon orqali o'tadi. Unda erkaklarda avval oshqozon, keyin yurak joylashgan ekanda. Shunaqa desa ham bo'ladi. Ikkinchi, qorni och paytda erkaklarning qulog'i yaxshi ishlamaydi. Nega? Bilmasam. Qorni ochligida aytgan hamma gaplaringizni unutib boshladi. Qorinlar to'yganlaridan keyin esa o'sha gapni eslatsangiz, menga aytmagansan deb turaverishadi. Tushundim. Xuddi televizorimizni pultiga o'xshaydi. Batareykasi tugasa, na ovozini balandlatadi, na boshqa kanalga oladi. A'lochi o'quvchi. Bir pasda tushunib olibsiz-da. Ha? Faqat ularga yaxshi batareyka. Ya'ni yaxshi ozuqa kerak. Oshxonada ham mahoratingizni ko'rsatasiz. Oldin xo'jayiningizni qornini to'yg'azasiz. To'q qoringa istagan tilagingizni aytaverasiz. Albatta bajariladi. Nega meni aytganimni hech qilmaydilar desam? Men noto'g'ri qilarkanman-da. Aytganimni olib bersangiz, keyin ovqat beraman derdim nuqul. Ana. Yana bitta sir. Xo'sh, Agar uni qilsangiz, eringiz sizsiz mutlaqo yasholmaydi. voy nima ekan, gapira qoling. Tezroq ayting. Ko'rdingmi? Bekorga munosabatlar chempioni demaganman-da. Zo'r. Uydagi hamma narsani, javondagi ichidagi buyumlarni joyini tez almashtirib turasiz. Voy, nimaga? Chunki erkak kishi o'zi joyida turgan narsani topa olmaydi. Agar ularni joyini tez o'zgartirsangiz, siz hech narsani topa olmaydi. Qarabsizki, faqat sizga va yana sizga muhtoj. Voy, bunisini ham yozib qo'y. Yana bir gap, xo'jayiningiz yigit kishiga 40 hunar oz deb hamma narsani o'rganavermasin. Voy, nega? Qo'lidan ish kelsa yaxshi-ku. Qo'lidan ish kelsa yaxshi. Lekin ovqat pishirishni bilsa, sizni oshxonadagi hamma aybingizni topib yuradi. To'g'ri. Bolg'a mix ishlatishni bilsa, yangi mebel ko'rmay o'tib ketasiz. Eskisini ta'mirlab qo'yaveradi. Voy. Tushunarli. Eng muhimi esa kasal bo'lganingizni eringiz zinhor bilmasin. Voy, nima uchun? Chunki salga oq-voq qiladigan ayol unvoniga ega bo'lasiz. Ana. Darsim esingizda qoldimi? Qo'yir. Barakalla, tasannor. Yaxshi eslatishdi. Bo'lmasam, narsalarni o'rnini almashtirmaganimga ancha yil bo'pti. Hozir bu xatoni tuzatamiz. Endi mensiz kimdir bu yerda ovqatlanib ko'rsinchi. Mana, dadajonsi, qoningiz ham rosa ochib ketgandir-a? Shu qadar ochmanki. Bo'rlar meni oldimda xijolat. Voy, mana, qaynoqqina choy. Non qani? Voy, esim qursa hozir.
Bilasan-ku meni, nonsiz ovqat yemayman. Voy tavba. Hozir qo'limda ushlagandim, qayerga qo'ydim nonni? Voy, Kelyapsanmi? Bo'l tez. voy. 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 Tuz ekanmi? Tuz qani? Hozir. Voy, tuzni qayerga qo'ygandim? Bo'la qol. Qoshimni ko'ryapsan-a? Voy, Shuning uchun men senga doim aytaman, dasturxon ustida tuz tursin deb. Bo'la qolsin-chi. hozir. Tuz bo'lib ketdingmi o'zing? Ay. Ha mana oshxonadagi javonni saranjolayotgandim. Kechirasiz. Salata oling dadajonsi. Dadajonsi. Jonisi ponisi yo'q. Hech narsa so'rama. Hali so'raganim yo'q-ku. Endi so'ramoqchi edim. Nima ekan? Dugonam bor-ku. O'ziga shunaqa chiroyli tufli olibdi. Aytgancha o'tgan hafta olib beruvdingiz menga ko'ylak. O'shanga shunaqangi mos ekan. Seni ko'ylagingga mos bo'lsa, senga hadya qila qolsin. Menga olib bera qoling shu tuflidan. Qachon yo'qotasan shu odatingni? Nuqul ovqatlanib bo'lishim bilan xarajat topasan. Ovqatdan keyin yaxshi odamlar shirinlik yeyishadi. Biz esa zahar ichamiz. Seni sharofating bilan. Allohu akbar. Meni narsalarim qani? Qaysi kiyimlaringiz dadajonisi? Nima farqi bor? Meni narsalarimda. Endi sizni kiyimlaringiz javoni bu yarimda turadi. Meni kiyimlarim javoni bu yarimida. Sen ataylab qilyapsanmi deyapman? Yo'q. Nima qilsam asabi qo'ziydi deysan-da? Jahimga qara. Qimirlayapti. Hammasini joy-joyiga qo'yib qo'y. Bironta narsa joy-joyidan siljimasin. Keyin boya tufli degan narsalaringni yo'qot. Xo'p. Bugun rosa jahlimni chiqarding. Endi nima deydigan odam bo'ldim, tavba. Ish qilib Nafisaxon eshitmagan bo'lsin-da, unday baqir-chaqirni. Voy. Yana men munosabatlar chempionligidan tushirib qo'ymasin. Qanaqa chempion? Voy, dadasi. Allo, assalomu alaykum. Voy, bu kelinchakka hozir erim bilan urushib qoldim desa nima deyman? Yo'q, men Dilnoza emasman. Allo, uyda emasman. Allo, voy, o'chib qoldi. Voy, endi nima qilaman? Ana, men bilan urushgani kelyapti. Aytgan ishlarim teskarisi bo'lib chiqdi. Nafisaxon o'zi shalaqa bo'lsa, agar bu gaplardan erim xabar topsa bormi? 8 yilda bo'lmagan janjal endi bo'ladi-da.
Yo'q, uydaligimni biladi. Mayli, uzr so'rayman. Bilmabman deyman. Assalomu alaykum opajon. Sizga katta rahmat. Menga? Nega? Nega bo'lardi? Oilaviy psixologiya sirlaridan voqif qilganingiz uchun. Oling. Voy, eri sizga baqirmadimi? Voy, baqirdimi emas, hatto qattiq ham gapirmadilar. Endi meni sizlab erkalab chaqiryaptilar. Yo'q, nimalar qildingiz? O'sha siz aytgan hamma ishlarni qildim. Xullas, ovqatlanib qorinlari to'ygandan keyin ko'ylakni so'radim. Olib berdilar. Qo'ying. Narsalarni o'rnini almashtirib tashladim. Endi menga sensiz yasholmayman deyaptilar. Ana xolos. Aytgancha, siz aytgan hamma ma'lumotlar mana bu oilaviy psixologiya kitobida bor ekan. Faqat bu uslublar 7 yilgacha ta'sir qilar ekan. 8-yildan boshlab hammasi o'zgaradi. Ay, nega sizga bularni gapiryapman? Axir bilasiz-ku, siz oilaviy munosabatlar chempionisiz. Kitobingizni berib turing. Bir haftada o'qib qaytarib beraman. Mayli-kuya, lekin chempionlar ham bu kitobni o'qiydimi? Biz hamisha ilmimizni mukammallashtirib turamiz. Unda mayli. Rahmat. Sog' bo'ling. Xayr. Onasi, o onasi. Qarab oring. Qarab oring. Sizlab gapirsangiz qanday yoqimli. Siz oldinlari ko'chaga chiqa olmasdim. Hozir uychi kiyimni ham topa olmayapman. Shunaqa. Shuning uchun qadrimga yeting. Qadringizga. Bilib yaxshi. Hozir. Indamasa